Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. SSR davrida ish stajiga ega bo'lgan pensionerlarni haqiqatan ham kutilmagan holat kutmoqda. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan insonlarga emas, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiyada bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki ko'p odamlarning SSR davridagi mehnat yillari hujjatlarda to'liq ko'rinmaydi. Ayrim ish joylari yopilib ketgan, ayrim arxlar boshqa viloyatga o'tgan. Ayrim maosh ma'lumotlari esa pensiya hisobida umuman inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Natijada odam yillar davomida o'ziga tegishli bo'lgan pulni kamroq olib kelgan bo'lishi ehtimoli bor. Men sizga bugun oddiy tilda tushuntiraman. Ilgari qanday edi? Hozir nimalarga e'tibor kuchaydi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha yugurib yurmasligi mumkin? Eng muhimi, men amaliy qadamlarni aytaman. Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni yig'ish kerak? Arizada nima yozish kerak? Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni ko'rgan har bir pensioner yoki pensionerning farzandi real foyda ko'rishi mumkin. SSR davrida ishlagan insonlarning asosiy muammosi shundaki, u paytdagi ish joylari, tashkilotlar, kolxozlar, sovxozlar, zavodlar, qurilish boshqarmalari, tibbiyot muassasalari, maktablar va turli idoralar bugungi kunda avvalgi nom bilan mavjud emas. Ba'zilari tugatilgan, ba'zilari xususiylashtirilgan, ba'zilari boshqa tashkilotga qo'shilgan. Ba'zilari esa umuman ishsiz yo'qolgandek ko'rinadi. Lekin insonning mehnati yo'qolmaydi. Agar u haqiqatan ham ishlagan bo'lsa va buni tasdiqlovchi hujjat topilsa, o'sha davrdagi ish staji pensiya hisobida muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ilgari ko'p hollarda odam pensiyaga chiqayotganda qo'lida qanday hujjat bo'lsa, o'sha bilan murojaat qilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor bo'lsa, yaxshi. Yozuv xato bo'lsa, muhr aniq bo'lsa, tashkilot nomini to'g'ri yozilgan bo'lsa, yoki ishga kirgan va ishdan chiqqan sana aniq ko'rinmasa, bu davr ba'zan hisobga olinmagan. Ayrim pensionerlar esa o'zlari ham e'tibor bermagan. Mayli pensiya chiqdi-ku deb qo'yishgan. Ammo 5 yil, 8 yil, hatto 12 yil ish staji hisobga olinmay qolgan holatlar ham uchraydi. Hozir esa asosiy o'zgarish shundaki, pensiya tayinlash va qayta hisoblash jarayonlarida elektron bazalar, arxiv ma'lumotlari, tashkilotlardan olinadigan tasdiqlovchi hujjatlar va fuqarolarning shaxsiy murojaatlari yanada katta ahamiyat kasb etmoqda. Ya'ni siz bir marta pensiyaga chiqib bo'lgan bo'lsangiz ham, agar keyin qo'shimcha hujjat topsangiz, ilgari hisobga olinmagan ish stajingizni tasdiqlasangiz yoki maosh haqidagi ma'lumotni keltirsangiz, pensiyangizni qayta ko'rib chiqish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda syurpriz deganda men shuni nazarda tutyapman. Ko'pchilik pensionerlar o'z pensiyasi yakuniy, endi uni o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim hollarda pensiya miqdori qayta hisoblanishi, qo'shimcha staj tan olinishi, ba'zi davrlar tiklanishi, natijada oylik pensiya summasi o'sishi mumkin. Lekin buning uchun gapda so'z emas, aniq hujjat kerak. Endi kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda SSR davrida, ya'ni 1990 yilgacha ishlagan, lekin o'sha davr ish staji pensiya hujjatlarida to'liq aks etganiga ishonchi komil bo'lmagan pensionerlar tekshirishi kerak. Masalan, odam 1979 yildan 1996 yilgacha sovxozda ishlagan. Keyin 1977 yildan 1992 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda esa mehnat daftarchasida sovxozdagi yozuv aniq, lekin qurilish tashkilotidagi yozuvda muhr xira bo'lgan. Natijada faqat sovxozdagi davr hisoblangan. Qurilishdagi 5 yil esa tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Mana shunday holatda inson pensiyani kamroq olgan bo'ladi. Ikkinchi toifa mehnat daftarchasida familiya, ism, otasining ismi yoki tug'ilgan sana bo'yicha tafovut bor pensionerlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan, lekin eski ish hujjatlarida qizlik familiyasi qolgan. Pensiya organi hujjatlarini ko'rganida bu bir odam ekanini tasdiqlash uchun nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini ko'rsatuvchi hujjat talab qilishi mumkin. Agar bunday hujjat vaqtida berilmagan bo'lsa, ayrim ish davrlari hisobga olinmay qolishi ehtimoli bor. Uchinchi toifa, kolxoz va sovxozlarda ishlaganlar. Bu yerda muammo juda ko'p uchraydi. Chunki kolxozlarda ish haqi doim ham bugungidek oylik shaklida yuritilmagan. Ba'zan mehnat kuni, ish birligi, mavsumiy ish, paxta terimi, chorvachilik, dala ishlari bo'yicha alohida qaydlar bo'lgan. Masalan, bir inson 1992 yildan
1990 yilgacha kolxozda chorvador bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin arxivda ayrim yillar bo'yicha ish haqi qaydlari topilmaydi. Bunday holatda stajni tasdiqlash uchun kolxozning buyrug'i, hisob-kitob bedamosti, arxiv ma'lumotnomasi, guvohlarning ko'rsatmasi yoki boshqa rasmiy manbalar kerak bo'lishi mumkin. 4-toifa harbiy xizmat, tug'ruq ta'tili, bolani parvarishlash davri, o'qish davri, nogiron bolani parvarishlash yoki boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar bo'yicha savoli borlar. Men bu yerda alohida ogohlantiraman. Hamma davr ham avtomatik ravishda stajga qo'shilavermaydi. Qaysi davr, qaysi qonun, qaysi shart bo'yicha hisobga olinishi alohida tekshiriladi. Shuning uchun qo'shnimga qo'shib berishgan ekan, menga ham qo'shiladi deb xulosa chiqarish noto'g'ri. Har bir odamning hujjati alohida ko'riladi. Endi real hayotga yaqin bir misol keltiraman. Tasavvur qiling, Toshkent viloyatida yashovchi bir pensioner 1940 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan, keyin 1995 yildan 1990 yilgacha avtobazada haydovchi bo'lgan. Pensiya tayinlanganda zavoddagi 5 yil hisobga olingan, lekin avtobaza yopilib ketgani uchun u yerdagi 6 yil bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi topilmagan. Pensioner 10 yil davomida pensiyasini olib yurgan. Keyin farzandi arxivga so'rov yuboradi va eski avtobazaning hujjatlari viloyat davlat arxiviga topshirilganini aniqlaydi. Arxivdan ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan buyruqlar nusxasi topiladi. Shundan keyin u pensiya organiga qayta hisoblashi bo'yicha ariza beradi. Agar barcha hujjatlar qonuniy talablarga javob bersa, oldin hisobga olinmagan davr pensiya hisobiga qo'shilishi mumkin. Bu esa oylik pensiya miqdorida farq berish ehtimoli bor. Yana bir misol. Ayol kishi 1976 yildan 1984 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan, keyin bolalar tarbiyasi bilan uyda bo'lgan, keyin yana ishga qaytgan. Pensiya hujjatlarida maktabdagi davr bor, lekin maosh haqidagi ma'lumot kiritilmagan. Agar o'sha yillarda uning maoshi nisbatan yaxshi bo'lgan bo'lsa va arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi topilsa, bu pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Albatta, bu hamma holatda katta o'sish degani emas, lekin ayrim odamlarda kichik farq ham oyma-oy yig'ilganda sezilarli bo'ladi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqayotgan vaqtda barcha ish davringiz mehnat daftarchasida aniq bo'lgan, pensiya organi sizga staj va hisoblangan davrlar bo'yicha ma'lumot bergan. Siz hamma yillar inobatga olinganini tekshirgan bo'lsangiz, qo'lingizda arxiv ma'lumotnomalari bo'lsa, unda ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir men har bir pensionerga pensiya ishida qaysi yillar hisobga olinganini bir marta tekshirtirib olishni maslahat beraman. Chunki xatolik odamning yodida emas, hujjatning o'zida bo'ladi. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlar haqida gaplashamiz. Eng katta xato shuki, odam men ishlaganman, demak hisobga olishlari shart deb o'ylaydi. Agar ishlagan bo'lsangiz bu muhim. Lekin davlat organi faqat og'zaki gapga qarab pensiyani oshira olmaydi. Hujjat kerak. Hujjat bo'lmasa arxivdan tasdiq kerak. Arxivda ham topilmasa qonun ruxsat bergan holatlarda boshqa yo'llar. Masalan, sud tartibi yoki guvohlar orqali faktni aniqlash masalasi ko'rilishi mumkin. Ammo bu murakkabroq yo'l va har doim ham natija kafolatlanmaydi. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv ideal bo'lishi kerak. Ishga qabul qilingan sana bor, ishdan bo'shatilgan sana bor, buyruq raqami bor, tashkilot muhri bor, lavozim ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar yozuvda qabul qilindi deb yozilgan, lekin qayerga, qaysi lavozimga, qaysi buyruq asosida ekani tushunarsiz bo'lsa, bu muammo tug'diradi. Ayniqsa eski siyoh o'chib ketgan bo'lsa, muhr ko'rinmasa yoki sahifa yirtilgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Uchinchi nozik jihat, SSSR davridagi ish joyi boshqa respublikada bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir Qozog'istonda, Rossiyada, Tojikistonda, Qirg'izistonda, Turkmanistonda yoki boshqa hududda ishlagan. Bunday holatda hujjatlarni olish biroz qiyinlashadi. Arxiv so'rovlarini to'g'ri yuborish, tashkilotning hozirgi huquqiy vorisini aniqlash, ba'zan tarjima va tasdiqlash masalalariga e'tibor berish kerak bo'ladi. Lekin qiyin degani imkonsiz degani emas. Men amaliyotda shuni ko'rganman. Odamlar yillar davomida u hujjat topilmaydi deb yuradi. Lekin to'g'ri arxivga so'rov berganda 2 oy ichida kerakli ma'lumot chiqib keladi. 4-nozik jihat, pensiya o'sishi har doim ham juda katta bo'lmaydi. Ba'zi odamlar bitta arxiv ma'lumotnomasi topsam,
pensiyam 2 barobar bo'ladi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Pensiya hisobida ish staji, ish haqi, amaldagi qonunchilikdagi koeffitsiyentlar, minimal va maksimal cheklovlar, bazaviy miqdorlar va boshqa omillar birgalikda hisoblanadi. Masalan, 3 yil qo'shimcha staj topilishi bir odamda sezilarli farq berishi mumkin. Boshqa odamda esa farq juda kichik bo'lishi mumkin. Sababi u odamda allaqachon yetarli staj bo'lgan. Qo'shimcha davr esa pensiya formulasida katta ta'sir bermasligi mumkin. 5-nozik jihat, qayta hisoblash odatda hujjat taqdim etilgandan keyin ko'rib chiqiladi. Ya'ni men 15 yil oldin ham shu stajga ega edim. Endi menga 15 yillik farqni to'lab bering deyish har doim ham avtomatik qabul qilinmaydi. Qaysi kundan qayta hisoblanadi? Ortiqcha yoki kam to'langan summa qanday ko'riladi? Bu masalalar hujjatning turi, ariza berilgan sana va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun arizani kechiktirmaslik kerak. Hujjat topdingizmi? Darhol rasmiy murojaat qiling. 6-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Men sizga SSR stajingizni qo'shtirib beraman, pensiyangizni aniq oshiraman, oldindan pul bering deydigan odamlar uchrab turadi. Men qat'iy aytaman. Hech kim sizga natijani kafolatlab bera olmaydi. Hujjat bo'lsa, qonuniy asos bo'lsa masala ko'riladi. Hujjat bo'lmasa yoki soxta hujjat bo'lsa, bu nafaqat rad javobiga, balki jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Hech qachon soxta arxiv ma'lumotnomasi, soxta muhr, soxta mehnat daftartarchasi bilan ish qilmang. Bu juda xavfli. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Uyda barcha mehnat hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski ish guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, harbiy bilet, diplom, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik haqidagi hujjatlar, eski buyruq nusxalari, tashkilotdan berilgan tavsifnoma yoki boshqa rasmiy qog'ozlar bormi? Hammasini bir joyga to'plang. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni yillar bo'yicha tekshiring. Qog'ozga 1970-yildan boshlab qayerda ishlaganingizni ketma-ket yozib chiqing. Masalan, 1974-1978 maktab, 1978-1973 zavod, 1973-1981 kolxoz, 1982-2005 korxona. Keyin mehnat daftarchasidagi yozuvlar bilan solishtiring. Orada bo'shliq bormi? Sana mos kelmayaptimi? Bir joyda ishga kirgan sana bor, lekin ishdan chiqqan sana yo'qmi? Tashkilot nomi o'zgarganmi? Mana shu savollarga javob toping. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l shuki, siz og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Rasmiy ariza yozing. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya ishimda hisobga olingan ish stajim va ish haqi davrlarini ko'rib chiqib, SSSR davridagi falon tashkilotda ishlagan davrim hisobga olingan yoki olinmaganligi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Albatta arizada ism, familiya, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va ilova qilingan hujjatlar ko'rsatiladi. 4-qadam. Agar biror davr hisobga olinmaganini bilsangiz, arxivga so'rov yuboring. Qaysi arxivga murojaat qilishni bilmasangiz, avval o'sha tashkilot joylashgan hududdagi davlat arxividan boshlang. Masalan, zavod Andijon viloyatida bo'lgan bo'lsa, Andijon viloyati davlat arxiviga so'rov beriladi. Agar tashkilot respublika darajasidagi yirik idora bo'lgan bo'lsa, markaziy arxivlar yoki tashkilotning huquqiy vorisi orqali ma'lumot qidiriladi. So'rovda tashkilotning eski nomi, taxminiy joylashuvi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, bo'limingiz, familiyangiz o'sha davrda qanday bo'lganini aniq yozing. 5-qadam. Hujjatlarni nusxa qilib emas, imkon qadar rasmiy tasdiqlangan shaklda oling. Oddiy suratga olingan qog'oz hamma vaqt yetarli bo'lmaydi. Arxiv ma'lumotnomasida arxiv nomi, sana, raqam, mas'ul xodim imzosi, muhr, hujjat qaysi fond, ro'yxat va yig'majlikdan olingani ko'rsatilsa, uning kuchi ancha yuqori bo'ladi. Ish haqi ma'lumotnomasi bo'lsa, qaysi oylar va yillar bo'yicha berilgani, summa qanday manbadan olingani aniq bo'lishi kerak. 6-qadam. Barcha hujjatlarni pensiya jamg'armasiga topshirganda albatta kirim raqamini oling. Bu juda muhim. Ba'zi odamlar hujjatni berib ketadi. Keyin qabul qilmagan edik yoki topilmayapti degan vaziyatga tushib qoladi. Sizda ariza nusxasi, qabul qilingan sana va kirim raqami bo'lishi kerak. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Agar pochta orqali yuborsangiz, yuborilganini tasdiqlovchi kvitansiyani saqlang. 7-qadam. Javobni kuting va
Javobni diqqat bilan o'qing. Agar pensiya qayta hisoblab berilsa, yangi miqdor qanday shakllanganini so'rang. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Hujjat yetarli emas. Staj tasdiqlanmadi. Maosh ma'lumotlari talabga javob bermaydi. Mazkur davr qonunchilikka ko'ra hisobga olinmaydi kabi sabablar bo'lishi mumkin. Sababni bilmasdan keyingi qadamni to'g'ri tanlab bo'lmaydi. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki zarur bo'lsa, sudga murojaat qilish masalasini ko'rib chiqing. Men hammaga darhol sudga boring demayman. Avval hujjatni to'liq yig'ish, arxidan aniqlashtirish, pensiya jamg'armasidan yozma izoh olish kerak. Lekin agar sizda kuchli hujjatlar bo'lsa-yu, ular asossiz qabul qilinmasa, qonuniy tartibda huquqingizni himoya qilish mumkin. Bu jarayonda farzandlar va nabiralarning yordami juda kerak. Chunki ko'p pensionerlar arxivga elektron murojaat qilishni bilmasligi, hujjatlarni skaner qilishda qiynalishi yoki tashkilot nomlarini topa olmasligi mumkin. Agar ota-onangiz SSSR davrida ishlagan bo'lsa, ulardan qayerda ishlagansiz, qaysi yillarda, kim bilan birga, tashkilot nomi nima edi deb batafsil so'rab oling. Bugun ular eslayotgan ma'lumot ertaga arxiv qidiruvida juda katta yordam beradi. Men yana bir muhim maslahat beraman. Hujjatlarni tartibsiz olib yurmang. Alohida papkaga joylang. Har bir hujjatning nusxasini qiling. Asl nusxani faqat zarurat bo'lsa ko'rsating, imkon qadar topshirganda nusxa qoldiring, asl nusxani o'zingizda saqlang. Mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, harbiy bilet kabi hujjatlar yo'qolsa tiklash yana bir muammo bo'ladi. Demak, SSSR davrida ish stajiga ega bo'lgan pensionerlar uchun eng katta syurpriz shundaki, ilgari hisobga olinmagan yillar bugun hujjat bilan tasdiqlansa. Pensiya masalasini qayta ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Bu hamma odamda pensiya albatta oshadi degani emas, lekin tekshirib ko'rishga arziydigan juda muhim masala. Ayniqsa kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish, avtobaza, maktab, shifoxona, boshqa respublikalardagi ish joylari va familiya o'zgarishi bilan bog'liq hujjatlarda xatolik bo'lgan pensionerlar bunga jiddiy qarash kerak. Mening tavsiyam aniq, mehnat daftarchangizni tekshiring. Pensiya ishingizdagi hisoblangan stajni aniqlang. Yetishmayotgan davr bo'lsa arxivga murojaat qiling. Hujjat topilgach, pensiya jamg'armasiga rasmiy ariza bering va hamma javobni yozma shaklida oling. Og'zaki gap bilan emas. Hujjat bilan harakat qiling. Shunda siz o'zingizga tegishli huquqni aniq va xotirjam himoya qila olasiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSSR davrida ishlagan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillarda va qaysi sohada ishlagansiz? Pensiyangizda hamma staj hisobga olinganmi yoki yo'qmi? Bu mavzu bo'yicha savollaringizni ham qoldiring. Men keyingi videolarda eng muhim holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz bilan ulashing. Chunki bitta to'g'ri hujjat ba'zan insonning yillab kutgan adolatini tiklab berishi mumkin.